Hop, Mashkataydagi makon xorozlarni bir qisqacha gapirib o'tay sizlarga. Mana bu Moskva shamoyimiz. Operatsiya bo'lgandan keyin уже ves olishni boshladim. Chotki ves olyapti, hozir 3 kilo 700 bo'lib qoldi. Ko'rsatmasin zo'r. İşte havacan. Lekin pulov kirib ketdi. To'g'risi bular hammasi dekabrga xudosi to'lovlar yetkazadi. Mana nemis people'imiz ham to'lovlar yetib qoldi. To'g'risi dumlarda ozgina qoldi, mana to'nlari. Mana Belgiya shamoyimiz. Bitta hamma shamolar. Moskovskiy, nemetskiy, belgiyskiy shamo. Xushbagimiz bu mana. Xo'rozimiz ham xudosi keyingi oyga to'lovlar yetkazib yuboradi. Nasib qilsa. Bu shubagimiz. Yerga oyoq tushmasdan sakraydigan bir-ku. Shunaqa xo'rozlardan. Ajoyib narsa. Shunaqalar. Endi bu xo'rozni yaqindan ko'rsatmaganman sizlarga. Yaqindan ko'rsatgan. O'tgan safar haligi makiyonni quchoqlab operatsiya qilamiz gapirganda ko'pchilik buni xo'roz o'ylagan ekan. Bu makiyon mana. Zo'rlarni bitib ketdi mana. Xo'rozga o'xshatdi. Bu maqbular yomon tushib o'rganibdi. Buni maqbulan chiqqan bolalar ham o'ta qattiq o'ynagan. Endi tulega cho'ja qilib mashinalardan olamiz. Skorsini tezlashtiramiz-da. Mana shunaqa. Shaftoli ko'chatlarini ko'rsatib qo'yay. Mana. İp tutmadım, shuni ekib yubordim. Nagilar deydi-yu. Hop, shu 60 ta tushdi. Har bitta teplisiga 20 tadan tushdi-da. Qatoriga 10 tadan bo'ldi. Endi shaftoli uzoq umr ko'rmaydi degan insonlar ham bor. Kitob tursa, kallilab tursa, uzoq yillar xizmat qilar ekan, meva solar ekan.